Assalomu alaykum onlayn reklama a'zolari. Sizlar bilan g'aybona yana bir bora uchrashib turganimdan nihoyatda xursandman. Bugungi temamiz sahr qandli diabet kasali haqida suhbatlashamiz. Meditsina tilida o'sha tilida qandli diabet deyiladi, xorazmcha sahr kasali deyiladi. Buni hamma biladi. Siqilish, asablar taranglashgan holatda, asabiylashib asablar taranglashgan holatda e, sahr kasali kelib chiqadi. Sahr ko'tariladi va sahr kasali har xil turlarga bo'linadi. Buni bilamiz. Yeb to'ymaydigan holati bor va e, ishtahasizlik holatlari bo'ladi. Sahrda shunaqa holatlar bo'ladi va ayrim narsalarni yesak sahr ko'tariladi. Birinchi, asabni normaga keltirish kerak, qonni suyultirish kerak. Shu holatda sahr normaga keladi. Asab tinchlansa, qon suyulsa, sahr normaga keladi. Agar siqilaversak hattoki 30 dan ham oshib ketadigan holatlari ham uchrab turibdi bemorlarda. Qandli diabet sahr kasalini mana shu tabiiy giyohlar, malham, siroplar yordamida butunlay normaga keltiradigan holatlari bor va shundayam yana bemor normaga kelgandan keyin ham qandli diabet sahr normaga kelgandan keyin ham yana siqiladigan bo'lsak, o'zimizni keng tutib siqilishdan o'zimizni saqlamaydigan bo'lsak, u holatlarda ham sahr yana ko'tariladi. Shuning uchun iloji boricha o'zimizni kengroq tutishga harakat qilishimiz kerak. O'z vaqtida o'zimizga e'tiborli bo'lishimiz kerak. Shu holatda sahr normaga keladi. Bizning Nur Aziz sog'lomlashtirish markazimizni tabiiy giyohlari, siroplari yordamida shifosi bor deb tavsiya qilaman. Endi qandli diabet sahr kasali bo'lgan bemorlarda suyak yemirilishga olib keladi. Ko'zimga parda kelibdi degan bemorlar uchraydi. Mani oyog'im og'riydi, qo'lim og'riydi, mani bel o'murtqamda yemirilish bor ekan degan, u yerimda bu yerimda yemirilish bor ekan degan bemorlar ko'plab uchraydi. Sunyaklar sahr qandli uzoq muddatda, masalan 10 yil, 15 yil muddatda qandli diabet sahr bilan og'ringan bemorlarda sunyak yemirilishga olib keladi. Inson shu ko'p muddatli 10 yil, 15 yil qandli diabet sahr kasali bilan og'ringan bemorlarda ichki organlarda yiringlar paydo bo'ladi. Yiring. Qandli diabet sahr kasali normaga keltirmasdan shu holatda davom qiladigan bo'lsa, ichki organlarda iringlar hosil bo'ladi va sekin oyoqlar og'riydi, oyoqlarda sezish kamayadi, oyoq panjalarida qon aylanishi kamayadi, oyoq so'kishadi va oyoq tirnoqlarida gangren boshlanadi. Gangren qara churuk degani gangren. Shunaqa bemorlar uchraydi. Bizning Nur Aziz sog'lomlashtirish markazimizga barmog'imdan kesilganman yoki barmog'imni kesish kerak ekan, jarrohlik yo'li qo'llash kerak ekan, bo'lmasa gangren, qara churuk tepaga qarab yurar ekan degan bemorlar ko'plab uchraydi. Barmog'imni kestirdim, to'piqimdan kestirdim, tizzamdan kestirdim, kuymishdan, o'ynoqidan kestirdim degan bemorlar ko'plab uchraydi. Agar shu asablarimizni tinchlantirib, sahr, qandli diabetni normaga keltiradigan bo'lsak, hech qanday gangren ham hojat qolmaydi, kesishga ham hojat qolmaydi va suyak yemirilishlariga ham olib kelmaydi. Bel o'murtqalarida, oyoq, qo'l suyaklarida sinishlar paydo bo'ladi. U singani o'ta jiddiy holati bo'ladi. Shu jiddiy holatga olib bormasdan qandli diabet sahr kasalini o'z vaqtida asablarni tinchlantirib normaga olib kelish kerak. Normaga olib kelsak sog'lom inson bo'ladi. Men shunaqa bemorlarni bilaman. 15-20 yil burun davolagan bemorlarimiz hozirgi kunda sog'lom insonlar qatorida yuribdi.
man shunga guvohman o'zim. Allohning qudrati ila bizning Nur Aziz sog'lomlashish markazimiz tabiiy giyohlari, siroplari yordamida qandli diabet, sahr kasaliga shifosi bor bemalol kelib lichini olib sog'ayishlaringizni tavsiya qilaman. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, layklaringizni bosinglar. Qanchalik layk bosinglar, shunchalik ko'proq insonlar ko'rishga muvaffaq bo'ladi. Davolanib turgan bemorlarimizga Allohdan shifoli bo'lishini so'rab qolaman. Sog'lom insonlar hech ham bemor bo'lmasin deb tilab qolaman. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Kelgisi efirlargacha.